Kilolar sotasizmi aka endi? 22 mingdan kilo. Qani qo'yaylik taroziga. Davay. Ketdi, ko'taring. Xo'p. Ketdi aka, tarozni ko'rsating, bitta necha kiloligini. 66 yu 44. Ko'ryapsizlar? Shunda necha pul bo'lyapti aka? Xo'p, 66 yu 44. Ko'paytiring 22 mingdan. 1.460 ming so'm. 1.460 ming so'm. Ko'rasizlar, 66 kilo mana tosh ko'rishingiz mumkin. Aka, oling endi buni. Bu yoqqa olaylik. Ko'ryapsizlar. Ko'rsating, xo'p. Endi buni qo'yamiz. Necha kilo? 54, başta 55. Hisoblang aka. 55, 22 mingdan. 1.210 ming. 1.210 ming. Nima kerak yana aytinglar sizlarga. Bundan ortiq qanaqa atvet bo'lishi kerak? Atvet qanaqa? Mana shunaqa atvet bo'ladi. 1.200 ming so'mdan. Mana buni necha pulga berasiz aka? O'lchash kerak yoki vesini qo'yish O'lchash kerak. Bo'ldi, o'lchaymizda aka. O'lchash. Kilolab sotamiz biz bugun. Smistillarni ham kilolab qilib qo'yamiz aka endi. Ozgina qoldi. Ha. Rosa zo'r variantlar bor ekan-da. Yaxshi variant berishyapti aka bizga. Qarang, 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo. 60 ko'paytiramiz 22 mingdan. 1.320 mingdan qilib beraman aka. 1.200 ming so'm. 1.200 ming so'm. Tashqi ko'rinish bir xil. Nima bo'lishi mumkin yana? Mana kilolab qo'yib beryapmiz. Yana nima qilib beraylik aytinglar. Kelaverasizlar. Akamni o'g'illarni o'sib qoldiramiz. Boshqa yerda manzilda. Kelaverasizlar. Gumbaz bozor S46-magazin. O'sha mashhur do'kon.